Aqsaxata kanyoni bilan Syuranta cho'qqisiga chiqmoqchimiz. Shu video davomida yo'limizni ko'rsatib boramiz. Nima chiqadi, nima bo'ladi, hammasini ko'rasizlar. Birinchi chiqadigan narsa bu eski mramorniy shaxta mana orqam turibdi. Bu kelishda mana eski chiqanoqlarni topsa bo'ladi, necha asrlik chiqanoqlar. Videomiz davomida shu cho'qqigacha bo'lgan yo'lni ko'rsatamiz. İkinci lokatsiya kanyonga yetib keldik. Kanyondamiz. Hozir past ko'rsagan bo'ladi. Shunda yaqin turibdi masalan katta yo'lga. Pastdagi tom mana mashina yo'l, shu yerga mashina qo'yib, shu yerga chiqib kelsak bo'ladi. Hozir aylanib bemalol chiqqanimiz o'zida. Yarim soatda chiqdik-da. Endi yurishinglarga qarab. Xudo xolasa yana cho'qqiga ancha qoldi lekin yetamiz. Kuzatish davom etadi. Mana cho'qqi davomida yo'limizni davom etamiz. Cho'qqi yozgina qoldi mana. Syuranta cho'qqisi. Bu yerdan ko'rinadigan vidlar o'ziga hatta ko'p maygashgan cho'qqisi boshqa uchundan. Ammo so'ng buni turibda agar yaxshi ko'rsak, endi Toshkentga yetib beramiz. O'tda toza havo. O'tda. Chiqib toza havo chiqishdan so'ng. Toza deydi. Gaz. Обед rano. Syuranta kimlikka. Chiqdik cho'qqiga va nihoyat. Ana jalol. Bizani faceimiz. Hozir obed tayyorlaymiz. Obed tayyorlash problemasi. Faqat videoga qarab turib pishirishimiz kerak-da endi. Mana changga qaragin kim oldi lekin. Nima bu? Aslo bu. Shu uchun tindiqlayman. Shu qarab o'tiramiz. Toza havoga.